يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون بني الإسلام على خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hürmetlik Müslüman biraderlerimiz, bu katimki dersimizdeki asas mevzui sucud-i sehvi. Yani namazın içinde bir adam sehven bir hatalık ötküsüp koygan olsa, bu vakitte biz kandak kılımız, muştun üstüden toxtulumuz. Bununki ismi yani bu bir namaz dep atıldı hem bir seyde yani sucud-i sehvi. Yani sehvi kılan vakti özüde bir kata yani iki kata seyit kılış arkalık şu sehvi kılan hatalık ötküsüp kalgan cayını bunu yani pütülleşke, toluqlaşka buludu demekçemdi. Sucud-i sehvi degen bu kanda bir faaliyet. Yani sucud-i sehviniki özü bir vacip. Vacip bir faaliyet namazın içinde. Bu namazın içinde faaliyet ki yani bu vacip oluşu çünkü bu namazın içinde ma'lum bir uxmasdan aşındaq sehven yoki xataen aşındaq bir işlarni egizpas qilib qo'ygan bo'lsa namazın içinde bu egizpas qilib qo'ygan bu xatolikni mana shu faoliyat bilan to'liqlash ham uni pütüllash bo'lgandan keyin bu namozdagi ismi hamda sujud sahvi bo'lgan bo'ldi. Bu orqali andan keyin bu vacip o'rinni egallaydi, yani vacip deymiz hamda. Bu sucud sahvi degan nima? Sucud sahvi degan yani bir qator salom berib, yani attahiyatını o'qib, uningdan keyin o'ng tarafimizga bir qator salom bergandan keyin uningdan keyin ikki qator sayda qilamiz. Ikki qator sayda qilib bo'lgandan keyin Allohu akbar deb sayda qilib, uni ruk saydadan qo'pib, shuning bilan u odam yana qaytadan tashahhudni o'qiydi. Teşahhudni o'qigandan keyin anadan keyin durudni o'qib bo'lgandan keyin anadan keyin mana u odam yani xohlagan duoni yani Rabbana atina yoki Allohumma g'firli va validayya degan shu duoni o'qib shuning bilan salom berdi. Bunda qilish mana sujudi sahvi bo'lgan bo'ladi. Bu sujudi sahviniki bunda bir salomdan keyin bunda bir qilishimiz yani ikki tarafga salom bersak mi bo'ladi? Assalomu alaykum rahmatulloh, assalomu alaykum rahmatulloh deb attahiyatni o'qib bo'lgandan keyin ikki tarafga salom berib unda qilsak mi bo'ladi? Lekin eng yaxshisi yani bir qator bir tarafga salom berish orqali bu ishni qilamiz. Endi bu nima uchun bir qator salom beramiz degan vaqt o'zida mana Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu ta'ala anhu ninki rivoyat qilgan bir hadisi bor. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam peshin namozini 5 rakat o'qib qo'ydi deydi. Peşin namazı 5 rekat okup koygandan keyin şunu olan Peygamber sallallahu ya Resulullah bu namaz yani artık kılındı mı? Yani Allah Teala 4 rekat okuytuk. Bunu Allah Teala 5 okunuda hepsilik buyruk kıldı mı? Diye vakti yüzüde Peygamber aleyhisselatü vesselam nim boldu şundak mı? 5 rekat okup koydum diye vakitte kalan sahabeler şundak koydum diyen. Diyendeki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mene şu vakti yüzüde şu bir tarafı bir kata salam verip şuna iki saydı kılıp onu da iki namazı tamamlagan. Şunun için bir qator salom bergandan keyin anidan keyin boshlaydi deymiz. Endi ikki qator sayda qilishimi bu endi. Buningda mu Payg'ambar alayhisolatu vasallamniki hadislar bor. Shu hadisga asosan yani ikki qator sayda qilamiz. Shu sayda bilan anidan keyin attahiyatni, durudni, duoni o'qib salom berib anidan tamomlaymiz. Bu sujud sahviniki ichidan yani sehvi vakti yüzüde bu sucud sehvinin içinde okulda dua yani zikir yani burun namazı kandak okan bolsak şundakça okuymiz. Yani Subhane Rabbiyel A'la
ne mana eng az 3 qata o'qib yoki bo'lmadi 7, 9, 11, 15 kishi o'qib undan keyin attahiyatini o'qib tamomlaymiz. Bu qiliqniki o'zi sujudi sahvi deydi. Bu sujudi sahviniki bu yerda yani yo'l qo'yilishi aviyati deganda bu vojib. Yo'l qo'yilishi shundoq yuqoridan namozniki ham farz ham vojib nimalar va faoliyatlari shu vujub shu faoliyatni o'z joyida nada degan bo'lsa shu patimcha qilish kerak. Agar u odam hamda shu namozni o'z joyida qilmagan bo'lsa, bu kam bo'lib qolgan bo'ladi. Kamni anidan keyin bu sujud sahvi bilan to'xlaymiz. Masalan, qanday qilib qo'ydi bir odam? Bu ish qanday bo'lgan chog'da u odamning yadiniga sujud sahvi qilish mana vojib bo'ladi desa, u odam agar salom berib namozni tugatmagan bo'lsa, shu salom berishniki oldida mushunda bir ish yuz bergan bo'lsa, ya'ni qoish shu chon yuzida sujudi sahvi degan bu qiliq, bu faoliyat u odamniki gadiniga mana vojibchi bo'ladi. Mana sujudi sahvi qilib qolgan odam, mana sujudi sahvi gadiniga vojib bo'lgan odam qanday qilgan vaqt o'zida masalan bir odam bir rukuni ilgari qilibdi. Masalan namozdagi bir rukuni bor ekan. Masalan rukun biz o'tganda namozdagi sifati deganning ustida to'xtalgan top. Yani şunun da başta qiraat o'qiymiz. Unida ruku, unidagi sayda, unidagi tashahhud. Mana mushunda o'ltirish orqali namoz mushu tartib bilan o'qiladi endi. Mushundaq shu başta qiraat o'qish, unidagi ruku qilish, unidagi sayda qilish, rukuni mana bir qator qilish, mana shuni bilan birlikda saydani ikki qator qilish, rukudagi sayda qilish, unidagi tashahhud miqdori ham tashahhud o'qish deganidek namozning asos qismi bu. Endi bu odam bu rukunni egizpas qilib qo'yibdi. Masalan, qanday qilibdi? Masalan, qiroat qilishning oldida hamda Allohu akbar debla subhanakallohni o'qiya o'qimayla opirib ruku qilib qo'yibdi. Mana u odam rukunni ilgari qilgan bo'ldi. Asli qoida bo'yicha u odam qanday qiladi? Qiroat qilib, ondaki ruku qiladi. Agar shunday ish bo'lgan bo'lsa, qilib qo'ygan bo'lsa, u odamniki gadiniga sujudu sahvi vojibchi bo'ladi. Yoki bo'lmaydi ilgiri qilibdi yoki qilibdi. Har ikkalisi yana nisbiy bir gap. Bir rukunni ilgiri qilsa, yana keyin birisi 2 qilgan bo'ladi. Birisi 2 qilsa, yana birisi ilgiri qilgan bo'ladi. Mana mushunda bo'lgan bo'lsa, mana masalan qanday qilibdi? Masalan, shunday qilgan bo'lsa, yana shu vaqt o'zidami sujud sahvi chu vojib bo'ladi. Yoki bo'lmaydi. Mana tahrar qilibdi bu odam. Masalan, ruku bir qator ruku qilish bu vojib. Ammo u odam 2 qator ruku qilib sepdi. Bunun bilan bu namoz buzib ketmaydi. Bu odam hamda shu sujudi sahvi qilish orqali shu ketgan xatoni buning bilan shu to'liqlaydi. Yoki bo'lmaydi u odam bir vojibni o'zgartiribdi. Namozdagi vojiblar bor biz o'tganda degan. Masalan, mutlaqo qiroatni o'qish bu farz. Ammo alhamdulillah ayrim. Yeni uni qo'shib bir so'ri qo'shish u vojib endi. Vojib bo'lgandagi bir odam endi shu vojibni tark etibdi deydi. Vacibni o'zgartib etibdi. Ya başta bir so'ri o'qib, undan keyin alhamdu o'qib qo'yibdi. Mushuni o'zgartgan bo'lsa, yoki bo'lmaydi, u odam 3 rakat yoki 4 rakatlik mushundaq bir namoz ekan. Bu namozda asli shu 2 rakat o'qib bo'lgandan keyin tashahhudda o'ltiramiz. Tashahhudda o'ltirib bo'lgandan keyin attahiyat o'qib bo'lgandan keyin undan keyin 3-rakatga Allohumma salli ala Allohum barakallah ish qilib o'qimaylar diqqat uchun qopimiz. Bu vojib. Endi bu odam şu attahiyatni o'qibla o odam 3-rakatga qopmay, u yerda ya Allohumma salli ala Muhammadin deb qilibdi. Ya bütün tugitibdi. Yoki Allohumma salli ala Muhammadin deb mana bir mazmun, bir kalam tugugizlik mushtaq turib qolgan bo'lsa, mana o odam mana o'chan o'zida bir rukun, ya'ni 3-rakatda olgan rukunni kechiktirgan bo'ldi. Shuning bilan o odamniki gadiniga mana sujudi sahvi vojibchi bo'ladi. Endi birisiga degan vacibni o'zgartish. Masalan, vacibni o'zgartibdi yoki shu vacibni tark etibdi o'qimasdan. Masalan, vacibni tark etganlik, masalan 3 rakat yoki 4 rakatlik farz namozda u odamniki 2-rakatda o'ltirishi bu vacib. Bu vacibni u odam 2 rakat o'qibla bu odam o'ltirmasdan 3 rakat qilib ketibdi. Qilib ketgan bo'lsa, shuning bilan 3 rakat, 4 rakat yoki 3 rakat bo'lsa 3 rakat o'qib, shuning bilan o ya ruku qilganda ya sayda qilganda u odam yodi kechibdi. Yodi kechgan bo'lsa, o'chaqning yuzida mana birinchi qadi ula, ya'ni qadi ula bo'lgan birinchi o'ltirish
Bu adamdaki geldiğine vacipti. Bu adam bunu terk etti. Şunu da o adamdaki namaz ama o adamdaki geldiğine sehvi kılış mene vacipçi bolu demdi. Yine birisi geldikken imam boğan bolsa, mene imam boğa adamniki cemaatle uqa vakti yüzüde en az mesela 2 adam ya 3 adam imam bilen billen güzel namaz okuptu. Bu vakti yüzüde mene namazşan, huttan, bamdat namazları da mene kıraatni aşkar okuş vacip. Peşin esirde o namazdaki kıraatlerini mehbi okuş yani baştaki işkerekatniki kıraatlerini mene mehbi okuş bu vacip. O adam kadar kıttemde o imam o vakti yüzüde o peşin ya ki esirde o adam elhamdü deyip durup mehbi okuş gerekti aşkar okupuyuptu. Yağı bulmaydı namazşam, huttan, bamdatta o adam kıraatni o imam aşkar okuş gerekti ama o adam kadar kıttı o adam mehbi okuptu. Mesela mehbi okuş kaçlı miktar? Mesela elhamdülillahi rabbil alemin diğerini işçi deyip kıttı. Ya ki esir peşillada elhamdülillahi rabbil alemin depto yani bir ayet miktarı şuna dep koygan bolsa mene o adam mene şu vacipni terk etken boludu. Bu adamdaki gadiniga mene sucud-i sahviço vacipçi boludu. Mene bu kılganın hemmesi vacip. Vacipni özgertken boldu. Vacipni özgertkendeki bu vacipni toluklaş için sucud-i sahviço kılış gerek. Ama namazıki asas içinde rukunları var mesela 7. Şu rukundun birini o adam terk etken bolsa o adamdaki namaz için namaz emez. Mesela kıraat kılış, mesela ruku kılış, secde kılış, teşahhud miktarı çoğu, turuş, diğerli. Mene muşu faaliyetini o adam namazdaki işi de terk etipti. Mesela kıraat kılmayla ruku kılıp etipti, namaz olmaydı hem de. Namaz olmaydı. Yağı olmaydı o adam şu kıraat kılıplar ruku kılmayla secde kılıp etipti. Secde kılıp etken bolsa bu adam perz namazdaki asas rukunlu boğan bir rukunni mene terk etken boldu. Bununla o adamdaki namazı sehvile tamam bulmaydı. O adam o namazı kayteden yengil başlıcı okuş gerek. Ama sucud-i sehvi kılış arkalık namazdaki kem aşında hata bu pağayan toluqlaşta şu namazdaki işçideki vacip ahkamlarını igiz pes kılıp şu caydı toluq kılıp kılmagan bolsa uçanın üzde şu vacip ahkamlarını özgertken bolsa bununla uçadı secde sehvi bununla toluqlundu bununla ada tapudu. Ama rukullarını terk etip yakını koysa namaz şu bulmaydı bu sucud-i sehvi fakat şu vacipka kartılgan bir gepço boludu. Ana oğandikin bu sucud-i sehvi mene muşundak faaliyetin şu ibaretço bolu dendi. Endi sucud-i sehvi eğer yalğız uqan bolsa muş şekilde imam boğan bolsa qanday oludu? İmam sucud-i sehvi kılıp ajda hata ajda qılıp qo'ygan bolsa u kendi ergeşken cemaat şu imamning namazı qanday qo'ygan bolsa shundaqcha qilish kerak. Bunuga asosan eğer iqtido qilgan kishilar mesela bir ya rukuni ya imamga ergeşmek böyle rukuni ya ish qo'yibdi deyli bir vacibni o'zgartib etibdi. O'zgartgan bolsa u chog'da o odamniki namaz bo'laverdi. Chunki sucud-i sehvi kelmaydi. Bu shu ashtaq bo'ladi. Ama imam aşında koyduken imam ötkezgen aşında hatalık vacibini terk etken ya ziyade kan tehrar kan bu pagan bolsa uçada cemaat kendi iqtidaqiga adamdaki özü o işte qilmasimi imamga ergeşken bo'lgandikin bu adam şu imam sehvi qilsa bu sehvini qilaverdi. Endi mesela deyli masbuq mesela iqtidaqiga adam şu imamninki mesela 4 rekat namazken 4 rekatlık namazdaki üzerinde mesela fişin ya ki esir deyli, huttan deyli. Bu adam otturdaki teşahhüd oltumaptı. Oltumağa vakti üzerinde 3. ya 4. rekat bir adam iqtida qilib qaptı. Kan bolsa o aldıda o adam yok. Onda olsa imam şu vaktin üzerinde sehvi qilish kerak. Attahiyat o'qib bo'lgandan keyin o'ng tarafga salom bir qata salom berib, yoki bo'lmaydi 2 qata salom bersam bo'ladi hamda. Mana mushunda qilishar qanday qiladi bu adam? U chog'da 10 yil iqtida qilgan adam şu imam nima qilgan bolsa şundaqço qılıdı imam bu erişiş gerek. İmam erişip aşırı qılıb bolgandan sehvi qılıdı. Sehvi qılıb bolgandan attahiyatını Allahümme salli ala durut ve duanı o'qib bolgandan imam hem namaz çıkışı salam bergandan şuna o adam qılıb qalgan namazı qo'pib, onu deki o adam
şunun bilan namozni tamomlaydi. Ya'ni bu imom bilan shu iqtido qilgan kishiniki ishlari bu. Endi bu odam endi qanday qildi? Masalan, o'ttirda o mesela 4 rekatlik ya 3 rekat farz namaz olgan bolsa, bu adam şu o'ttirda qadi oladı o'ltirish kerakdi. Ammo o'ltirman deb shundaqla şu o'ltirman deb nima qilib yoki shundaq qilib ketibdi. Ya qo'pib o adam masalan nimaga yaqin ekan? Agar o adam o'ltirmay shu qadi oladi, o'ltirmagan vaqt o'zi qarab boqamiz. Agar o adam şu yiliqi shu nimaga yaqin bo'lgan bo'lsa, şundan koptu, kopka vakti üzüde qaysi tarafga yaqin. Yani o adamniki şu örtürüş haleti ya olturuş yaqinmi yoki qiyamga yaqinmi bunaga qarab baqish kerak. Eğer o adam şu vaqtning o'zida şu qadi ulaga yani şu olturuş yaqinroq bo'lgan bo'lsa, o adam uçağını yine şu 3. rekat qopmasdilla, o adam olturup şu uçağının o'zida mana ash attayatni o'qib, durud o'qib, duo o'qib namozi chiqdi, o odamning gadiniga saysahichi bo'lmaydi. Ammo o odam shu o'ltirga vaqt o'zi qilib ketay deb 2 rakat o'qib qolgan vaqt o'zida o qo'pishi 3 rakatga yaqin ekan. Mana 3 rakatga yaqin bo'lgan bo'lsa, o odam masalan sal egizroq bo'lib ketdi. Egizroq bo'lib qolgan vaqt o'zida bu odam 3 rakatga yaqin ekan. Ya'ni ash qiyomga yaqinroq ekan. Qiyomga yaqinroq bo'lsa, o odamini şu 3. rekatni o'qib 4 ya 4 rakat namozni o'qib, undan keyin şu attayat o'qib saysahi qiladi. Shuning bilan namozni bu shaklda tamomlaydi endi. Endi agar o odam oxirdan bu o'tirdik ish bu. O odam endi ya 2 rakat ya 3 rakat ya 4 rakat namoz qadi oxirda, ya'ni oxirgi o'ltirishda buni o'ltirmabdi. O'ltirmagan bo'lsa, men qanday qiladi o odam? Yani o adam 4 rekat namaz ya 2 rekat ya 3 rekat namaz o'qibdi. Ama o'tiribdan oxirda o'tirish kerak. Shu 4 rekatni o'qib attayat o'tirish kerak lekin o adam o'ltirmayla qo'yib ketish holiga chiqib ketdi. Kelgan bo'lsa shuni qarab boqamiz. Agar o adam shu 4-chi ash oxirgi o'tirish kerakdi qo'pgan ash rakatiga o adam shu yiliqi qilib qolgan yiliq rakatning o'zini sayda qilmagani bo'lsa, mayli ruku qilib qolgan bo'lsa, mayli alhamdulillah mayli bir so'r qo'shib bo'lgan bo'lsa-mu, agar o odam sayda qilmagan bo'lsa, ruku qilsa mayli o odam yenib kelib o'ltirib, o odam andaki saysahi qiladi, namozni bu shaklda tugatadi. Agar o odam shu oxirgi tashahhudda o odam shu nima qilib o'ltirmabdi. O'ltirmay qilib ketib, ammo sayd qilibdi, ruku qilibdi, qiroat qilibdi. O odam ruku qilibdi, sayd qilibdi, bir saydini qilib bo'lgandan keyin qanday qiladi odam endi? U namoz qanday bo'lishi kerak? O odam u namozniki o'zini mana qanday qiladi? O odam mana o'chaning o'zida bu odamniki u odamniki o'zi bu namozi o'chaning o'zida nafliga aylanib ketadi. Agar sayd qilmagan bo'lsa, agar sayd qilgan bo'lsa, o odamning u namozi nafl namozga yurilib ketadi. Şunun bilan nafl namozga o'lib ketgandan keyin o odam u 1 rakatni qo'shgan bo'ldi, qo'shgan vaqt o'zida andaki 5 rakat bo'lib qoldimi? 5 rakat bo'lib qolgan uni yin 1 rakatni qo'shib, shuni 6 rakat qilib, mushundaq nafl namoz qatorida bo'ladi. Nafl namoz qatorida bo'lgandan keyin bu odamniki u namoz nafl bo'lgandan keyin farzini yana qaytacha buni o'qiydi. Anladiki bu odam endi o'ltirmagan bo'lsa, ish shundaq endi. Agar o odam yine shu oxirgi tashahhudda o'ltiribdi. O'ltirib attayatni o'qibdi, ya'ni o'qib qo'y bu 2 rakat o'qidim, ya 3 rakat namoz olgan bo'lsa, mesela 2 rakat, mesela 3 rakat o nima qilibdiman, o'ltiribdiman, bu yana bir kelib qolgan 1 rakat o'xshaydi deb gumon qilib, o odam shu oxirgi tashahhudda azroq, ya'ni attayatni o'qiblar, shu bir mezgil yoki attayat o'qibdi, shuni bilan o odam qilib ketibdi. Qo'pib 4 rakatlik, 4 rakatga yoki 3 rakatga qilib ketibdi. Qilib ketgan bo'lsa, o'chaning o'zida bu odam qanday qiladi? Mana o'chaning o'zida o odam shu qilib ketgan bo'lsa, o odam qo'pidi. Mana qo'pib o odam sayda qilmagan bo'lsa, buningdimi? Sayda qilmagan bo'lsa,
sayda qilmagan muddatda agar oxirida o'ltirib, yine qo'pib sayda qilmagan bo'lsa shu rakatida u odam qayta yenib kelib, o'ltirib sahv qiladi. Shuning bilan u odamniki namozi tamom bo'ladi. Va agar u odam shu yili qilib ketgan yiliq rakatida u odam endi sayda qilibdi. Yani bir qatta sayda qilibdi, ish qatta uni yodi kechib. Keşke bo'lsa o'shan o'zidan namozi tamom bo'ladi. Namoz tamom bo'lib, u odam anadekin namazning hammasi tamom bo'ldi, sayda qilmasa bo'ladi. Bu adam shuning bilan u odamniki bu namozi andekin bir rakat nafl namoz o'qib qolgan bo'lgandan keyin odamniki o'ltirgan, ya'ni tashahhud biz ya'ni namozdagi oxirgi tashahhud miqdori o'ltirish farz tamdi. Bir qator o'ltirdi tugidamdi. Endi bir rakat qilib ketdi, sayd qildi. Sayd qilmaganimiz yenib keldi. Sayd qilib bo'lgandan keyin u odam endi bir rakat ish qilgan vaqt o'zida nafl namoz cho'p bo'lmaydi. Ham namozmi bo'lmaydi. Nafl namoz bo'lmaydi. Shuning uchun u bir rakatga endi bir rakatni qo'shib, mana bu 2 rakat nafl namoz bo'ldi, salom berdi. Endi bu 2 rakat masalan nafl namozi agar u odam shu ishni peshin namoz qilib qolgan bo'lsa, bu 2 rakat bu nafl namoz peshinniki oxiridagi, ya'ni sunnati rotibidan iborat bo'lgan bu 2 rakat sunnatning o'rnidig'ichi bo'lmaydi. 2 rakat sunnatni biz ayrimini o'qish kerak, u boshqa bir nafl namozchi bo'ladi endi. Endi bu odam endi shu 2 rakatni o'qidi, ya'ni 5-rakat qilib ketdi deydi. 5 rakat qilib ketib sayda qildi, undan keyin bir qo'shmoqchi. U odam qilib, yenidan yana bir odam kirib, shu oxirgi 5-6-rakatga bir odam ixto qilib ketdi. Ixto qilib bo'lib, u odam namoz o'qib bo'lgan, "Voy men 4 rakat namozni o'qib bo'lganda, mushta kishidan o'ltirib qilib ketibdi, endi bir qo'sh bir o'qidim" degandan keyin u odam mana qilib ixto qilgan odam, "Voy unda bo'lsa mening namozim bo'lmabdi" deb o'shani buzgan bo'lsa, u odam yana 2 rakat namozniki qaytadan-chu qazosini-chu qilish kerak. Chunki nafl namoz, sunnat namoz o'qimagan vaqt o'zida u odamniki gadiniga vojib emas. Ammo u odam shu sunnat bo'lsin, mayli nafl bo'lsin, shu namoz bir faoliyat qilgan, amanamlar ustiga amanamlar u odam u namozniki o'zi u odamga vojib aylanib ketadi. Agar vojib aylanib ketgandan keyin buzayotgan bo'lsa, masalan bir odam nafl namoz o'qibdi, yo sunnatni o'qibdi, yo tasbih namozi, vaqaza namozi o'qib, tahajjud namoz, u odam qo'pib bu quloqqa bir ish o'qib buzib etibdi. Deyli, bu buzmaslik kerak. Ama o'qima vaqtda vojib emas, gading vojib emas. Ammo gading epib buzayotgan bo'lgandan keyin, agar buzayotgan bo'lsa, u odam jazman u namozniki nafl bo'lsinmi, ham sunnat bo'lsinmi, u odam farz namozni qanday qazosi qanday bu nafl sunnat namozniki shundaqcha qazosini qiladi agar buzayotgan bo'lsa ham. Endi bu odamdan shu masalan yuqorqi vojib ahkomlarni unda qilibdi yoki qilib ketibdi yoki oshkor o'qib qo'ydigan yerda maxfiy o'qib qo'yibdi, maxfiy oshkor o'qibdi, vojibni shunday bir o'zgartirish bo'lib, bu odam salom berib qo'yibdi, ishga taraf salom berib namozga chiqib qo'yibdi. Chiqib bo'lgan bo'lsa namoz bo'laverdi. U saysahu qilamabdi endi. Voy men endi saysahu qilamidim, namozini boshqada o'qiyman demaydi. Shuning bilan u odamniki namozi ishga taraf salom berib bo'ldim, yodi yo'q endi. Yodi yo'q. Endi batdi shu salom berish jarayonida qilaman degan u odamniki yo boshqa zikr harakat qo'ygan bo'lsa, bu odam endi shuni qilman degan vaqt o'zida qanday bo'ldi, ham g'aflat bo'lib, u odam ham durutni duoni tatib hamini o'qib, bu odam salom berib bo'ldi. Salom berib bo'lgani yodi kechdi. Voy men bir o'tirdi, o'ltirmabdi ekanman. Yoki bo'lmaydi, mushundaq rukuda ishkini qilib qo'yibdiman. Yoki bo'lmaydi, attahiyatini, ya'ni 2 rakatda qadi uladi, o'ltirmabdiman deb yodi kechib qolsa, namoz bo'laverdi. Namoz tarkasa namoz bo'laverdi. Ammo farzni namazga rukun bo'lgan bir rukuni tark etib qo'ysa, o'chani o'zida u namozchi bo'lmaydi endi. Agar shuchani o'zida u odam salom berib faqaza qilgan bo'lsa, o'chani o'zida namoz ichkatgan bo'ldi. Namoz ichkatgan bo'lgandan keyin u odam bir odam kelib, bir sayr qilib qolsa, u ixto qilib qolsa, u namozchi bo'lmaydi endi. Agar shu odam shu o'qib ishga taraf salom berib qo'yibla, bir 5, ya'ni shunda bir minut yo bir daqiqa, bir minutning ichida odam yodi kechib, voy men qildim deb shu daqla ishga salom berib, sayt qilgan bo'lsa, namozning ichida bo'lgan bo'ladi u odam. Men bu chal bir odam ixto qilgan bo'lsa, namozga ulgurgan bo'ladi. Agar undaq salom qilmagan bo'lsa, salom beribdi u odam, sayt qilmagan bo'lsa, u chaqda namozni ketgan bo'ladi. Ixto qilib qolsa-mu, namozchi u odamning namozi bo'lmaydi endi. Endi bu namozda endi mushuna ishlar bo'ladi. Agar
yuqoridagi aş namazdan o'qib qo'yishlik ashunaq vojib vaqaza amallarni ashunaq qilib qo'ygan bo'lsa, mana salam berib qo'yishlik orliqda yodi kechib salam berib qo'yish orliqda ashunaq qilgan bo'lsa, bu odamniki namozi shuning bilan komil mukammal bo'ladi. Endi bu ish hamda davomli u odamning ishida shak qiladi ekan. Ya'ni bu shak qilishi namozning ishida u odamniki birinchi qatimlik ekan. Mana birinchi qatimlik mana ashunaq shak qilgan bo'lsa, u odam, ya'ni u odam deyli yengida musulmon bo'pti yoki yengida namoz boshlabdi ekan bu odam, yo yengida balog'at yetibdi ekan. Ya'ni tunchi qatim namoz boshlagan bir odam ekan. Bu odamning ichida men qancha rakat o'qigandim, men 2 mi yo 3 mi degan bo'lsa, u odam darhol u namozni to'xtatib, yengil boshqadan o'qiydi u odam namozni. Agar u odamlar davomli namoz o'qiyotgan odam ekan, davomli namoz o'qib, davomli u odam qanday qiladi ekan? U odam davomli shaq qiladi ekan u namozda. 4 o'qiganmanmi, yo 3 o'qiganmanmi, 6 o'qiganmanmi, 6 o'qiganmanmi, nima bo'ladi deb vojib ahkamlarni mushundaq shahni davomlashtirdi ekan. Bu chog'da bu odamniki shu qilgan shakka qaraymiz. Shu shahniki o'zi qaysiga mana muqim, ya'ni gumoni qaysiga g'olib bo'lgan bo'lsa, shuni tutudamdi. Shuni tutib endi gumoni qaysiga masalan o'ltugan Muhammadu degan bo'lsa, o'ltugan tarafini muqimlashtirib, o'ltirib namoz komil qilaverdi. Agar o'ltumganlikqa u odamning ko'ngli bir qadar amin, xotirjam bo'lgan bo'lsa, uni tutudi, shuni bilan sahv qiladi. Buni bilan tamomlaydi. Agar u odamni g'olib emas ekan, ya'ni ikkisi o'xshashib qolibdi. Ya'ni amudu ya mamudu deb, o'chaning o'zida u odam shu qilgan tark etgan shu ishniki eng oz qismini tutadi. Yani az kısmını tutadi ekan, mesela o adam mesela qanday qildi? Va 1 rakat ya 3 rakat o'qiganmanmi ya 1 rakat o'qiganmanmi deb shak qilib qopti. Davomlashda bo'lgan bo'lsa, bu odam endi shu qilgan tark etgan narsaning ichidagi yalqin meniki eng ez bo'lgan 1 rakat tutib, 1 rakat o'qibdiman deb qolgan onidagi qo'shib buni billacho o'qiydi deydi endi. Endi bu odam endi nadi gumon qilmoqchi, oxiri tashahhud mushu degan bo'lsa, men shu gumonga yagdi to'xtab u odam anadagi shu yerda durud duo qazan o'qib, agar 4 rakat namoz o'qigan bo'lsa, attahiyatini o'qib, qo'pib, qolgan namozni to'liqlaydi. Oxirda men namozimning oxiri mush ekan deb gumoni ashnaga amin, ashni topgan bo'lsa, o'ltirib, men salom berib namozni tugitdi. Ammo namozning ichida masalan sunnat, mustahab bo'lgan amallarni bu odam tark etgan bo'lsa, yoki sahvan xatolik o'tkazib qo'ygan bo'lsa, namoz bo'ladi. U odamniki gadiniga mesela sahvi kelmaydi. Sahvi kelmay namozi to'liq bo'ladi. Masalan, namozning sunnati qavm, namozning sunnatini biz o'tgancha to'xtaldik. Namozning sunnati masalan subhanakallahni o'qish, auzuni o'qish, bismillah deyish, quloq qiqish. Mundoq qilib quloqni aytilish bu sunnat. Amin çok deyiş. Amin deyişinin özü, aşkar deyiş, mahfi deyiş. Bu hem bazı alimlerimiz bunu vacip deydi. Bazı de ben amin aşkar diyorsun, mahfi deyiş. Bu biz deyimiz mahfi deyiş sünnet deyimiz. Başkaları deydi o mahfi deyişinki özü sünnet deyimiz. Aşkar deyiş sünnet deydi. Sünnet demni bu. Sünneti terk etip başında kıptı. Yani bir adam aminni amin depti. Namaz şu namaz. Uçan üzerinde bu sünnet ahkamlarını ya terk etipti ya ucu biz bu kaptı. Benim bunda kan olsa bu adamdaki namaz buluverdi. Seysevi ketmeydi ama seysevi ketadigan qilib meni biz o'tganda mana boshda deganimizdek vacip ahkamlarını, vacip qiliqlarni mushundaq egizpas qilgan bo'lsa, ya takrorlagan bo'lsa yoki sahvan meni tark etgan bo'lsa, uçanın o'zida seysevi vacip bo'ladi. Ama onundaki gayri olan faaliyette namazın içinde sünnet, mustahab başta işler var. Bunu bu adamlar terk etip ya sehven kan bozsa namaz buluverdi. Ama sehven kan bozsa namaz çok buluverdi. Ama kastet terk etken bozsa uçada o namaz. Lakin sevabı çoğu onu da kam buludu. Biz hem de bu namazdaki yani bu tarafı da çok karşı gerek. Bizdeki bu katibike dersimiz yani sucud-i sehviniki üstü toxtaldı. Yani namazın işi de muşundaq ma'lum bir vacip ahkamlarını muşundaq egizpas qilib muşundaq qo'ygan bo'lsa, meni qanday qilamiz deganlikda, meni bu faoliyati biz sujudi sahvi deb ataymiz. Mushuna bu darsimiz bu şekilde oxirlashdi. Endi bir qator ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar va oxir da'vona alhamdulillahi robbil alamin. Buniyal islamu ala khamsin
أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله